Assalomu alaykum. Bugun oshxonamizda mazali salatlardan dollar salatini tayyorlaymiz. Bunga kerakli masalliqlar: 4 dona salat bargi, 2 ta tuxum, 1 ta kartoshka, 1 pila qo'zg'orin, 1 pila konservalangan no'xat, 2 ta tuzlangan bodring, 100 gram indeyka, 3 osh qoshiq mayonez, 50 gram sir, 1 bo'lak chesnok kerak bo'ladi. Endi salatni tayyorlashni boshlaymiz. Birinchi sho'r bodringni 3/1 qilib, ingichkaroq qilib to'g'rab olinadi. Keyin aralashtirishga qulayroq bo'lgan idishga solinadi. Keyin dudlangan kurka go'shtini ham xuddi bodringdagi shaklda, lekin undan ingichkaroq qilib to'g'rab chiqiladi. Oldindan qaynatib pishirilgan, keyin yaxshilab sovitilgan kartoshkani ham xuddi shunaqa qilib to'g'rab olinadi. O'zi bu salatda faqat tuxum bilan kartoshka qaynatib pishiriladi. Yaxshilab sovigandan keyin to'g'raladi. Tuxumni ham xuddi bodring qanaqa to'g'ralgan bo'lsa, xuddi shunaqa qilib ingichkaroq qilib to'g'rab olinadi. Bu salatga solinadigan qo'zg'orin dudlangan bo'lishi kerak. Agar tuzi past bo'lsa, tuz qo'shib yaxshilab aralashtirib olinadi. Hozir uni ham ozgina maydalab oldim, yirik joylarini. 1 bo'lak chesnokni qirg'ichdan yoki chesnok ezadigandan chiqariladi. Salat bargini ham ingichka qilib to'g'raladi. Yana o'rtalaridan kesib olish kerak. Uzun-uzun bo'lib qolishi kerak emas. Mana hammasini to'g'rab oldik. Endi 50 gram mayda g'irishdan chiqarilgan sir qo'shiladi. 1 pila yashil no'xat qo'shiladi. Yashil no'xat agar yaxshi ko'radigan bo'lsa, yana ozgina ko'proq qo'shsa bo'ladi. Keyin 3 osh qoshiq mayonez qo'shiladi. Mayonez o'zi tuzi yaxshi bo'lgani uchun men tuz qo'shmadim. Aralashtirib olib, yana tuzini ko'rib, tuz qo'shsa bo'ladi. Agar pastroq bo'lsa, hammasini yaxshilab aralashtirib, xolodilnikka 1 soatga qo'yiladi. Keyin xohishga ko'ra bezatib, dasturxonga tortiladi. Hammaga yoqimli ishtaha, yana yangi videolargacha xayr.